kuni portlaganda uni videosini qo'ygandim, juda ham ko'p tarqab ketdi, savollar kelib tushibdi. O'zim bu video qo'ymoqchi emasdim, 3-4 marta shunaqa holatlar ko'rganim uchun odamlar e'tiborli bo'lsin deb qo'ydim svet gazlarga. Men o'zim bilganimcha sizlar savollarga javob bermoqchiman. Andijon shaharida 2-mikro 12-qavatda bo'lgan svet o'chirib yoqqanmi, eshikni ochib yuborganmi, xullas portlab ketgan. Mashinalarga shikast yetgan, narigi domgacha yetib borgan, shlaka bo'limi, pena bo'limi. Shunaqa narsalarga e'tiborli bo'lsa, yana ham yaxshi bo'lardi. Juda ham ko'p pajarniy, milisa, skori, obodonlashtirish, shular hammasi juda ham qattiq xizmat qilishdi. Smena bo'lmasa ham kelganlari bo'ldi. Qish kunda oson emas hammaga. Shularga shuning uchun men o'zimni minnatdorchiligimni, rahmatimni aytmoqchiman. Shunaqa narsalarga e'tiborli bo'laylik. Yaxshi ham hali odam o'lmagan, 2 kishi shikastlangan. Xudo xolasa hozircha hamma yaxshi. Ushbu videoda o'zinglar ham ko'rib turibsizlar. Shu o'rinda aytib o'tmoqchiman. Shuhratbek Abdurahmonov hokimimiz ham kelib, kechqurun bilan birgalashib, tozalashib ustida turdi. O'sha mana remontlar ketyapti. Xudo xolasa hozir hamma yaxshi. Shu svet gazlarga e'tiborli bo'laylik, hammasi yaxshi bo'ladi. Xudoga shukr, odam o'lmagan, hammasi yaxshi. Mashinalar lekin juda ham ko'pi, uylarda romlari ko'plab shikastlangan. Juda ham achinarli holatga kelgan.